Bugungi mavzuyimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz to'g'ri burchakli uchburchak mavzusi. Bu 5-darsimizga mos kelgan. Demak, to'g'ri burchakli uchburchaklar haqida qisqacha tushuncha beraman. Yaxshilab qarab o'rganib. Maylimi? Demak, bu to'g'ri burchakli uchburchakning ko'rinishini menimcha hamma bilsa kerak, a? Birinchi holat, qaranglar. To'g'ri burchakli uchburchakning turlari haqida gaplashaylik. Ya'ni teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak turli tomoni to'g'ri burchakli uchburchaklar bor-da. Demak, birinchi turli tomonini o'rganib olamiz, qaranglar. Turli tomonli uchburchak deb qo'ying. Shu to'g'ri burchakli uchburchak haqida gapiramiz. Xo'p, to'g'ri burchakli uchburchakning ko'rinishi mana ko'rishda bo'ladi, buni bilasizlar. Ana endi to'g'ri burchakli uchburchakda, hurmatli o'quvchilar, mana bu A bilan B'lar katetlar deyiladi, mana bu C esa gipotenuza deyiladi. Yozib qo'yaman. Demak, A bilan B katetlar, ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakning katetlari deyiladi. S esa gipotenuza deyiladi. Tushundingmi? Gipotenuza deyiladi. Mana shunda. Demak, endi qaranglar, turli tomonli deyishimizdan sababi shuki, hurmatli o'quvchilar, bu yerda A, B, S'lar hammasi har xil sonlarda. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'zini, ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakni o'zini shartini qanoatlantiradigan har xil sonlar. Shuning uchun turli tomonli deyiladi. Endi to'g'ri burchakli uchburchakda diqqat bitta burchak 90 gradus ko'rsatyapti, to'g'rimi? Endi mana bu yerda A dedimmi, ichidagi burchakni alfa, mana buni B dedimmi, ichidagi burchakni beta deylik. Diqqat, bu yerda mana bu alfa bilan betaning yig'indisi, bu ham 90 gradusda berish kerak. Bu ikkovi yig'indisi 90, mana bu 90 bilan 180 bo'lish kerak. Sababi ixtiyoriy qanaqa uchburchak bo'lishidan qat'iy nazar, ichki burchaklar yig'indisini 180 gradus deganmiz. Shuning uchun demak, alfa bilan betaning yig'indisi 90 gradus berish kerak. Hamma tushunlar gapim. Endi qaranglar, bu yerda A, B katetlar dedik, C esa gipotenuza dedik. Endi to'g'ri burchakli uchburchak uchun birdan Pifagor teoremasini ham gapirib o'tib ketdik. Pifagor teoremasini juda ko'p qo'llaymiz. Eng asosiy to'g'ri burchakli uchburchak uchun eng asosiy glavniy xossalardan biri Pifagor teoremasi. Eng ko'p qo'llanadigan. Pifagor teoremasi qanaqa? Qaranglar, katetlarning, ya'ni katet degani A bilan B degan, to'g'rimi? Katetlarning kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng degan Pifagor teoremasining formulasi bor. Tushundingmi? Bo'ldi. Endi demak, turli tomonli to'g'ri burchakli uchburchakni qisqacha tushunib oldik. Tushundingmi? Endi ikkinchi holat. Diqqat, bu yerda mana bu alfa bilan beta yig'indisi 90 dedik. Demak, bu degani alfa ham beta ham ikkovi ham 90 dan kichkina. Tushundingmi? Biri 90 bo'lsa 90, biri 90 gradus, biri 0 gradus bo'larmidi? Nima deganim tushundingmi? Ikkovi ham 90 dan kichkina bo'lgan. Nechadir gradusda? Deylik, biri 20 bo'lsa, biri 70 dir. Biri bo'lsa 30 bo'lsa, biri 60 dir. Ikkovini qo'shsak, 90 gradus beradigan burchaklar. Endi ikkinchi holatda sizlar bilan teng yonli teng turli tomonli teng yonli uchburchak mana to'g'ri burchakli uchburchak belgisini qo'yib qo'ying. Yozib o'tirmang. Teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak. Endi teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak deb gapirilsa, biz nima ish qilishimiz kerak va qanday tushunishimiz kerak uni. Shuni ham qisqacha gapirib o'tib ketdik. Turli tomonli desa mana nima qilishlikni bilib oldik. Agar teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak deyilsa, hurmatli o'quvchilar, nima qilamiz? Qaranglar. Teng yonli deyilsa, mana buni ham A, buni ham A deb belgilaymiz. Ya'ni ikkita yon tomoni bir-biriga teng bo'ladi. Va endi gipotenuzani doimida eslatib turaylik. Esdan hozir nima deb belgilashni ko'rsatib ketaman. O'zi teng yonli deyilsa, o'zi avtomatik A deyilsa, mana asosiy ikkada belgilab ketirish kerak. O'zi teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak deyilganda qoidasi shunaqa bo'ladi. Tushundingmi? Endi bolalar, teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak deyildimi? Doim teng yonli to'g'ri burchakli uchburchakdagi mana bu ikkita burchagi qiymati 45 gradus bo'ladi. Teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak deyildimi? Mana bu ikkovi teng bo'ladi va bular 45 gradusdan bo'ladi. Teng yonli deyilsa. Teng yonli deyilmasa, bu yerda alfa bilan betaning aniq qiymatini bilmaymiz bizlarga aytmasa agar. Tushundingmi? Teng yonli deyildimi? Demak, bu yer ham 45 gradus va mana bu yerda ham biz 45 gradus deb tushunishimiz kerak bo'ladi. Endi Pifagor teoremasini mana shu teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak uchun qo'llasak qanaqa bo'ladi? Demak, mana bu a kvadrat, bu ham a kvadrat teng c kvadrat bo'ladi. A kvadratga a kvadrat qo'shsak, 2a kvadrat teng c kvadrat. Shunda c kvadrat teng 2a kvadrat deb shakl almashtirish olsak, c teng ildiz osti 2a ekan. Demak, o'zi asli to'g'ri burchakli uchburchak teng yonli deyildimi?
Demak, sen buni A, buni izosi 2A deb ketsak, demak, izosi 2A qayerdan kelib qoldi ekan deb tushunmay qolmanglar. Tushundingizmi? Mana hozir keltirib ko'rsatib berib ketyapmiz. Tengoli to'g'ri burchakli uchburchak ekan bolalar, qaranglar deb ko'rsatib ketganda A dedim, mayli izosi 2A deb belgilab ketaveraman birdan endi. Tushundingizmi? Chunki nima uchunligini tushunib yetdik. Aynan bu izosi 2A ga tengligini mana bu yerda ko'rsatib berdim sizlarga. Tushundingizmi? Demak, mana bular 45 gradusligini ham tushuntirib berdim. Demak, turli tomonli, teng yonli to'g'ri burchakli uchburchaklar bo'ladi. Muntazam to'g'ri burchakli uchburchak degan tushuncha yo'q. Teng yonli yoki turli tomonli bo'lsa ham. Endi hurmatli o'quvchilar, 3-holatga o'tamiz, ya'ni Pifagor sonlari deb qo'yaman. Pifagor sonlari. Pifagor sonlar. O'zimiz uchun mana Pifagor teoremasi deyapman, to'g'rimi? Pifagor sonlari deb nimaga aytiladi? Ya'ni uchburchakning e'tibor berasiz, aynan to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor sonlari quyidagicha bo'ladi. Yana narsa aytib beraman sizlarga. A, B, S. A, B katetlar sini gipotenuzlar deb yuqorida beringlar. Endi hurmatli o'quvchilar, to'g'ri burchakli uchburchakda ikkita katet qiymatini birovini 3, birovini 4 deb bergan bo'lsa, uni Pifagor teoremasiga qo'yib, boshimizni achitib o'tirmaymizdan keyingisini avtomatik 5 deb ketaveramiz. Bular yodlab qo'ysak, o'zimizni tezligimizga yaxshi. Misol uchun, to'g'ri burchakli uchburchakning bir katet 3 ga teng, ikkinchi katet 4 ga teng, uning gipotenuzasini toping, S-ni desa, xo'p, ikkita tomon bor edi. Uning gipotenuzasini topish uchun mana A, B, S bir-biriga bog'liq formula mana bu edi deb turib, demak, mana buni men A desa, mana bu kvadrat 16. Mana bu kvadratni 9 teng S kvadrat. 2 uni qo'shsam 25 teng S kvadrat ekan. S kvadrat teng 25, S teng 5 ku tashlasak. Plus minus 5 bo'ladi. Nima desak, plus 5 ni olasan, manfiy bo'lmaydi tomon hech qachon. Tushundingmi? Deb turib buncha ish qilib o'tirmaysan. Bir tomoni 3, bir tomoni 4 mi? Demak, ikkinchi 3 demak, gipotenuzasi 5 ku, 3 4 5 Pifagor sonlari ku deb turib yodlab ketsang, Pifagor sonlarini, demak, seni tezligingni oshiradi bu. Tushundingmi menimcha? 3 4 5 yoki bo'lmasa farqi yo'q. Mana bu A'si 3, B'si 4 emas, bu xohlasa bu 4 3 bo'lsin. Farqi yo'q. 4 3 5 ham Pifagor sonlari. Hamma tushundingmi menimcha? Bundan tashqari mana 6 8 10. To'g'ri burchakli uchburchakning bitta tarafi 6, ikkita kateti, biri 6, biri 8 mi? Demak, mana uni 10 deb ketaverasan avtomatik. Yoki to'g'ri burchakli uchburchakning mana bunisini, misol uchun, gipotenuzasini 10 deb, bitta tarafini 6 deb bergan bo'lsa, mana ikkinchi kateti necha desa, bo'ldi. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak-ku 6 10 necha edi? Bu bilan Pifagor soni, demak, juftligida 8 edi. 6 8 10 edi. Ko'rsatyapsiz-ku. To'g'ri? Bitta tomoni 6, bitta tarafi 10, bitta tarafi 6 kelsa, to'g'ri burchakli uchburchakda keyingisi aniq 8 kelar ekan. Chunki Pifagor sonlari ko'rsatilyapti. Yodlab qo'ysak yaxshi bo'ladi. Undan keyingisi Pifagor sonlari o'chirib qo'yib, misol uchun ertaga misollari kelsa, hali misollarni ham sizlarga vazifa qilib beramiz. Tahlil qilayotgan paytimizda shunaqa holatlar kelsa, 3 4 kelsa, keyingisini 5 deb ketib qolaveraman. Misol uchun yoki gipotenuzani 10, bitta katetini 8 desa, bo'ladi, bu 6 bo'ladi. Bu Pifagor sonlarida yozuvdik deb qo'yaman. Shunga shu paytda to'g'ri tushunib ketaverasizlar. Shuni yodlab qo'ysang yaxshi bo'ladi. Undan keyin juda ko'p ishlatiladigan Pifagor sonlaridan biri 5 12 13. Yoki 12 5 13 bo'lishi mumkin. Ya'ni katetlarga birov 5 bo'lsa, birov 12 bo'lsa, aniq unisi 13 bo'ladi. Yoki gipotenuzasi to'g'ri burchakli uchburchakli gipotenuzasi 13 ga teng, bitta kateti 5 ga teng bo'lsa, ikkinchi katet nimaga teng desa, avtomatik 12 deb ketaveramiz. Tushundingmi? Eng ko'p ishlatiladigan holatlarda. Agar necha edi? 5 13 12 necha edi? 5 bilan 13 bo'lsa, keyingisi necha edi deb qolsak, o'ylanib qolsak, mana tayyor Pifagor teoremasini sen bilasan. Xohlasang Pifagor soni esingdan chiqib ketib qolsa, mana. Agar bitta taraf 5, ikkinchi taraf 13 deb, uchinchi taraf necha desa, demak mana gipotenuza 13 bo'ladi, menga 13 qo'yasan. 13 kvadratni necha? 169. Managa 5 qo'yasan. 5 kvadratni necha? 25. B kvadrat teng mana. Tushundingmi? Mana joy-joyiga qo'yibman. Bular b kvadrat topsak, b kvadratdan 144. Nimani kvadrati? Ha, demak mana 12 ekan. Desang bo'laveradi, xohlasa. Lekin demak bu qulayroq yodlab qo'ysak. Beti bir ancha-muncha ish qilib o'tirmaysa, vaqt tejaladi. Menimcha hamma tushundi. Undan keyingi Pifagor sonlari ko'p qo'llaniladigani, xo'p 24 10 26. Chunki 24 kvadrat 576 bo'ladi. 100 kvadrat 576 ga 100 qo'shsak,
676 bo'ladi. 676 bu 26 ning kvadrati. Tushunamizmi? 676 26 ning kvadrati deb qarashmasam. Bo'ldi ana shunday. Tushunadi? Eng asosiy ko'p qo'llanadigan, o'zi eng asosiysi mana bu uchalasi. Qolgan agar boshqa begona sonlar kelsa, Pifagor teoremasini keltirib chiqarib ketaveramiz. Eng asosiy shularni yaxshilab yodlab qo'ysak, shuni o'zi yetarli bo'ladi. Hamma tushundimi? Demak, katet nimaligini, gipotenuza nimaligini bilib oldik va Pifagor sonlar nimaligini bilib oldik bolalar. Endi qaranglar, 4-holatga o'tamiz. Hali joyimiz bor-ku. 4-holatda. Endi hurmatli o'quvchilar, 4-holatimizda sizlar bilan biz to'g'ri burchakli uchburchakning medianasini topishdi, balandligini topishdi. Bitta qisqacha gapirib o'tib ketishimiz kerak, chunki misollarimiz, mana testlarimizda berilgan mana testda mediana, balandlik haqida gap ketilgan. Tushundingmi? Bisektrisa haqida, bisektrisani aynan topish kerakligi haqida misollar kam deyarli yo'q. Keyingi mavzularda o'rganamiz. Hali bisektrisa, balandlik, mediana mavzulari har alohida keladi, oldimizdan chiqadi. Lekin aynan bu mavzuda balandlik haqida qisqacha gapirib o'tib ketmasak, tushunmovchiliklar bo'lib qolishi mumkin. Demak, boshlayman. 4-holatda medianasi. Nima? Shu nima deb yozadigan bo'lsa, shu to'g'ri burchakli uchburchak haqida gap ketgan. To'g'ri burchakli uchburchakning medianasi. Demak, hurmatli o'quvchilar, mediananing vazifasi qaysi tomonga tushishdan qat'iy nazar o'sha tomonni tenglikka bo'lib qo'yish. Aynan bizlar hozir to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tushirilgan mediana haqida gaplashamiz. Qolgan katetlarga tushgan medianalar haqida gaplashmay turamiz. Chunki hozirgi bu mavzuyimizda deyarli 90% dan ziyodi faqat to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga mediana tushirgan. Qolgan taraflariga mediana tushirmagan hali. Qolgan taraflariga mediana tushirsa bo'ladi. Hali mediana mavzusida o'tamiz uni. Tushunadi? Demak, hurmatli o'quvchilar, to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasini es bilan belgiladik. Gipotenuzasiga tushirilgan mediana deyildimi? Mediana hurmatli o'quvchilar tomonni teng ikkiga bo'lib qo'yadi. Tushungan? Demak, to'g'ri tomon s desak, demak, mana bu yergacha bo'lgan masofa necha bo'ladi? S taqsim 2. Demak, mana bu yergacha bo'lgan masofa ham s taqsim 2 bo'ladi. Va endi medianani o'zini so'rasa, mana bu mediana bilasizlarki m harfi bilan belgilanadi. Kim bilmasa, endi bilib oldi. Mediana m harfi bilan belgilanadi va to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tushirilgan mediananing qiymati so'ralsa, gipotenuzaning uzunligi necha bo'lsa, o'shani 2 ga bo'lib qo'ysak, bo'ldi. Medianasiga teng bo'lib qoladi. Yoki to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tushirilgan misol ko'rsatib ketaman. Gipotenuzasiga tushirilgan medianasining qiymati 5 ga teng bo'lsa, gipotenuza nechiga teng desa, demak gipotenuza 10 ga teng bo'ladi. Chunki qaranglar, mana bu ham nimaga teng ekan? Mana bu bo'lakchalarga teng ekan. Ya'ni mana bu ham s taqsim 2 ga teng ekan-da mediana. Yozdik-ku. Misol uchun hozir yoki bo'lmasa mana yuqorida formulasini yozib qo'ydik. Mediana beryapti-dagi gipotenuzani so'rayapti. Sen nima qilasan? Medianani o'rniga 5 qo'ysak, s taqsim 2 kelar, mahraj berib tashlab yuborishni bilasan-ku. Demak, umumiy mahraj berib tashlab yuborsak, 10 barobar s. Ya'ni gipotenuza 10 ga tengligiga kelib chiqaveradi. Yoki bo'lmasa senga gipotenuzani 20 deb bersa, ya'ni s teng gipotenuza 20 deyilsa, medianani toping desa, nima bo'ladi? Demak, gipotenuza berib medianani topyapti, 2 ga bo'lib qo'yasan. Agar mediana berib gipotenuzani topsa, 2 ga ko'paytirib qo'yasan. Hozir bu yerda mediana so'ralyaptimi? Demak, bizlarga 20 berilganligi uchun, nima? Gipotenuza 2 ga bo'lib qo'ysa, mediana 10 ga teng bo'laveradi. Demak, mediananing qiymati nimaga teng ekan? 10 ga teng ekan. Hamma tushundimi shu joyiga? Va hurmatli o'quvchilar, demak, mediana nimaligini tushundik. Tomon teng 2 ga bo'ladi va gipotenuzani yarmiga teng bo'ladi, aynan to'g'ri burchakli uchburchakda. Endi ikkinchi holatda yana mediananing bitta holatini gapirib beraman. Juda ko'p qo'llaymiz buni ham. Mana bunday qaranglar. Aynan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tushirilgan mediana. Mana buni teng 2 ga bo'lib qo'yadikmi? Va demak, mana bu ham teng ekan-ku. Chunki teng 2 ga bo'lsa, mana bu s taqsim 2 deb belgiladimmi mana buni? Bu ham s taqsim 2 dedimmi? Ha, mana bu ham s taqsim 2 bo'ldi-ku hozir, formula bo'yicha. To'g'ri? Diqqat, mana bu nima ekan bolalar? Teng yonlik ekan. Va mana bunaqasiga ham teng yonlik ekan. Bu degani nima degani? Deylik, men mana tarafni A taraf desam, mana bu uchidagi burchak nima bo'laydi? Alfa bo'larmidi? Diqqat, mana bu teng yonlik bo'lganligi uchun, demak, mana bu yerdagi burchagi ham alfa bo'ladi. Teng yonlik bu. Tushundingmi menimcha? Endi
Mana buni men mana bu tarafni men B taraf deb belgilasam, bu qarshisidagi mana bu burchak betda bo'larmidi, bolalar? Demak, mana bu ham teng yonli bo'lganligi uchun mana bu yerdagi burchak ham nima bo'ladi? Betda bo'lib qoladi. Tushundingmi menimcha? Endi bu demak mana bu yer betda bo'lsa, bu yer ham betda, bu yer alfa bo'lsa, mana bu ham alfa. Demak, mana bu yerdagi 90 graduslik burchakni alfa va beta holatda bo'lib chiqaydi. Tushungan? Chunki mana bu teng yonli bo'lgani uchun majbur bir alfa bo'lsa, bir ham alfa bo'lishdi. Bir ham teng yonli bo'lgani uchun, bir beta bo'lgani uchun majbur bir ham beta bo'lishga. Hamma tushundimi meni gapimni? Bo'ldi. Endi bu mediananing asosiy aynan to'g'ri burchak, uch burchak uchun kerakli bo'ladigan jarayonni gapirib berdik. Mediana faqat tomoni teng ikkiga bo'ladi. Keyin yana bitta narsani gapirib o'taman. 3-holatda men hozir mana bu medianani faqat to'g'ri burchakli, ya'ni turli tomonli to'g'ri burchakli uch burchak haqida gapirdim bo'ldi. To'g'ri burchakli uch burchak bilan to'g'ri burchakli uch burchak ikki turga bo'linadi dedim boya. Turli tomonli dedim, tomonli va teng yonli dedim. Hozir men ko'rsatgan mana bu holat turli tomonli to'g'ri burchakli uch burchak uchun edi. Agar teng yonli to'g'ri burchakli uch burchak uchun mediana haqida gapirayotgan bo'lsak, u ham deyarli shunga o'xshagan va bitta joyda o'zgarish bo'ladi. Uni ham hozir gapirib beraman. Qaysi joyda o'zgarish bo'ladi? Qaranglar. Hozir gapiraman. Uni gapirishdan oldin mana bu yerga bitta xulosa berib ketaydi. Mediana faqat tomonni tengligiga bo'ladi, qaysi tarafga tushgan bo'lsa. Va mana bu turli tomonli bo'lgani uchun bu perpendikulyar holatlar bo'lmaydi. Hech narsa xususiyatga ega emas. Prosta nima qildi? Tomonni tengligiga bo'ldi, turli tomonli bo'lganligi uchun. Agar o'sha to'g'ri burchakli uch burchak, 3-holat, ana 4-bo'lim uchun 3-holat shunga ko'rsatilyapti. Tushundingmi? Agar to'g'ri burchakli uch burchak, hurmatli o'quvchilar, teng yonli bo'lsa, ya'ni mana bu yer ham A, bu yer ham A bo'lsa, bundan chiqqan mediana to'g'ri tomonni ham tengligiga bo'ladi va mana bunisi ham tengligini ko'rsatib berdik, eslasizmi? To'ppa-to'g'ri narsa. Faqat teng yonli to'g'ri burchakli uch burchak deyilsa, mana bu mediana qo'shimcha vazifalar bajarishni boshlaydi, teng yonlikda. Ixtiyoriyda faqat mana xususiyatini tushundik. Formulasini ham tushundik. Teng yonli bilan turli tomonli uchun bir xil bo'ladi mana bu formula. Medianani topish formulasi. Faqat teng yonlikda bu yana qo'shimcha o'ziga nima deydi? Holatlar oladi. Ya'ni mana bu mediana tomonga 90 gradusdan bo'lib tushaveradi. Tushundingmi? Ya'ni mediana ham balandlik ham bo'lib qoladi. Balandlik xususiyatini ham qabul qiladi o'ziga. Xususiyatlari ortib ketadi. Tushundingmi? Teng yonlikda. Demak, mana bu medianani mana bu S tarafga tushgan balandlik deb ham qarasak bo'ladi, mediana deb qarasak ham bo'ladi, xohlasak bisektrisa deb qarasak ham bo'laveradi. Bu degani nima degani? Bisektrisa deb qarasak bo'ladi dedikmi? Bu degani, hurmatli o'quvchilar, mana bu 90 gradus edi-ku. Demak, mana buni mana shu yerni 45 gradus qarasak ham bo'ladi. Chunki 90 gradus ikki bo'lib chiqib ketyapti-da. Teng yonlikda shunaqa bo'ladi, aynan. Demak, mana 45 gradus bo'lsa, mana bu ham 45 gradusmi? Hurmatli o'quvchilar, to'g'ri burchakli, teng yonli to'g'ri burchakli uch burchakda mana ham 45 deb gapirgandim. Demak, bu 45 bo'lsa, mana bu ham 45, demak bu ham 45 bo'ladi. Demak, mana bu ham to'g'ri burchakli uch burchak hosil bo'lib qoladi, 45 gradus. Shunaqa xususiyatlarga ega bo'lib ketadi teng yonli deyilsa. O'sha joylarga e'tibor beramiz. Chunki teng yonli to'g'ri burchakli uch burchakda mediana holati va ixtiyoriy holatda mediana holatlari. Ikkoviga e'tibor berasizlar. Tushunarli? Demak, menimcha tushunarli bo'ldi. Pifagor soni nimaligini bildik, katet gipotenuza nimaligini bildik. Teng yonli to'g'ri burchakli uch burchak, turli tomonli to'g'ri burchakli uch burchak va unda mediana holatlari. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Marhamat, osgan ko'chirib olamiz. Xo'p, endi 5-holatimizni boshlaymiz. Qaranglar, 5-holatda to'g'ri burchakli uch burchaklarning burchaklari bo'yicha ishlashni o'rganamiz sizlar bilan. Qaranglar. Xo'p, 5-holatda mana bunaqa savollar keladi. Ya'ni to'g'ri burchak mana bu katetlari dedik. Mana bu gipotenuzasi dedik. To'g'ri burchakli uch burchakning deylik bitta burchagi berilgan va bitta tomoni berilgan. Bizlarga o'zi shuni o'zi ham yetadi. To'g'ri burchakli uch burchakning bitta tomoni va bitta burchagi berilsa bo'ldi. Qolgan ikkita tomonni bemalol topsak bo'ladi. Tushunadi? Shunga o'xshagan savollar kelib qolsa, qanday tartibda ishlaymiz, shularni ketma-ket o'rgatib qo'yamiz sizlarga. Yaxshilab qaranglar. Maylimi? Ketdik, boshlaymiz. Buni birinchi A holat bo'yicha yozib chiqay. 5-bo'lim A holat. Diqqat. Ya'ni bitta burchak bo'yicha gapiryapman. Misol uchun, to'g'ri burchakli uch burchakning ichidagi bitta burchagi berilgan bo'lsa,
va qaysidir bir tomon berilgan bo'lsa bo'ldi. Sen xohlagan, so'ragan tomon topishing mumkin. Birinchi hozir formulalarni yozib beray, keyin bularga oid bo'lgan misollar ko'rsatib beraman. Diqqat bilan eshitinglar. Yozib o'qilish bunday bo'ladi. O'tkir burchak qarshisidagi katetning qarab, burchak o'tkir burchakda qaydan bilyapman? Chunki mana bu burchak 90 dan kichkina deb gapirdim-ku. 90 dan kichik bo'lgan istalgan burchak o'tkir burchak deb gapiriladi, to'g'rimi? Shuning uchun mana bu burchakning qarshisida turibdimi bu katet? O'tkir burchak qarshisida turgan katetning gipotenuzami mana bu? Gipotenuzaga nisbati. Nisbat degani bo'linmasi degani. Tushundingmi? Ya'ni o'tkir burchak qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbat aynan o'sha burchakning sinus alfasini beradi. Demak, hurmatli o'quvchilar, buni yana qaytadan yozaman. Mana bunday to'liq tarifi bo'yicha yozaman. Chunki uyga borib esdan chiqib ketib qolish mumkin. Nima deganligim. Tushundingmi? Ya'ni mana bunday deyapman, qaranglar. O'tkir burchak, sizlar ham shunday o'qishlaring kerak-da ertaga. O'tkir burchak qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbati deganda sinus alfani beradi. Ana endi bu birinchi holat bo'lsa, ikkinchi holat. Endi o'tkir burchakka yopishgan katet, burchakka yopishib turibdi mana bu. Tushundingmi? O'tkir burchakka yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati deysiz. Ya'ni mana bunday bo'ladi. B taqsim S kosinus alfani beradi. O'sha burchak kosinus alfasini olasiz. Hurmatli o'quvchilar, sinus alfa, kosinus alfaning trigonometrik ba'zi bir qiymatlarini ham yozib beraman. Yodlash kerak bo'lgan jarayonlar, ular yodlab qo'yamiz. Ba'zi biz biladi ko'pchilik. Shunday yodlanadigan joylari bor, yodlamaslar bo'lmaydi bu yerda. Burchaklar yoziladi. Eng asosiy qo'llanadigan, ko'p qo'llanadiganlar yozib beraman. Tushundingmi? Ketib qaranglar. O'tkir burchakka yopishgan katetning gipotenuzaga nisbat mana bunda yozib, yana mana shuni ham yozib qo'yaman. O'tkir burchakga yopishgan katetni desak ham bo'ladi. Gipotenuzaga nisbati deysa, mana shunday bo'ladi. O'tkir burchakka yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati kosinus alfa. Endi qaranglar, eslab qolish oson bo'lishi uchun sizlarga qarshisidagi degan so'zni eshitsalaring, sinus deb tushuninglar. Qarshi degan so'z sinus deb beradi deb tushuninglar. Yopishgan degan so'z bu kosinus deb beradi deb tushuninglar. Tushundingmi menimcha? Ana bu gipotenuza deganda bir deb tushuninglar. Gipotenuza yana nisbat olayotganda mana bunday qaranglar. O'tkir burchak qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbat degani atasi S tenglik bo'layapti. Qarshi degani sinus degani, gipotenuza degani bir. Ya'ni sinus birga nisbati deb tushunib ketaversangiz bo'ladi, xohlasalar. Yoki bo'lmasa mana o'tkir burchakka yopishgan katetni gipotenuza yopishgan so'zi eshitilsa kosinus olinadi. Gipotenuza desa bir deb tushuninglar. Aynan formulani yaratayotganda. O'tkir burchakka yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati xuddi yopishgan degani uchun kosinusni sinusga nisbat, kosinusni birga nisbat, ya'ni kosinus alfa nisbat degani bir. Xuddi kosinusni birga bo'lsak bir. Kosinus o'zi. Tushundingmi? Endi qaranglar, uchinchi holat mana bunday bo'lsa, o'tkir burchak qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati ham deb kelishi mumkin. Bunaqa holatda nima bo'ladi? O'tkir burchak qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati, hurmatli o'quvchilar, bu nima degani? Bu degani qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati degani, qarshi degani sinus, yopishgan degani kosinus degani. Ya'ni sinusni kosinusga nisbati degani. Sinusni kosinusga nisbati. Bu degani bo'ladi tangens alfa degani. Tushundingmi? Sinusni kosinusga nisbati tangens alfani beradi, to'g'ri trigonometriyada. Demak, umumiy holatda men bunday yozaman. Qarshidagi katetning yopishgan katetga nisbati tangens alfa deb yozib qo'yaman. Tushundingmi? Ya'ni buni umumiy ta'rifini ham yozaman. Qarshi o'tkir burchak deb boshlanishi kerak. O'tkir burchak mana. O'tkir burchak qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati. Nisbati degani bo'linmas degan. Mana.
o'tkir burchak qarshidagi katning yopishgan katga nisbatidir. Xuddi qarshi sinus yopishgan kosinus, sinus kosinusga nisbati degan bu tangisi beradi. Tushundingmi? Xo'p, ketdik. 4-holat qanday bo'ladi? O'tkir burchakka yopishganning katetning qarshida, o'shanga qarshida katga nisbati, ya'ni B ning A ga nisbati haqida gap ketsa, misol uchun. Demak, o'tkir burchakka yopishgan katet deyiladi-da mana bu. Buni bittalab botlab chiqarsa, bizlar ham boshda o'qigan paytimizda, o'rgatgan paytda ustozimiz buni biz bittalab botlab chiqqanman buni. Sizlar ham shunday bir sir chiroyli qilib botlab chiqish kerak. O'tkir burchak qarshi deyilyapti, nima bo'lyapti, bu hammasini bittalab chiroyli qilib o'tirib buni yodlash kerak. Hozir mana shu holatda. Endi tushunarli, ha? Demak, boshlaymiz qarang. O'tkir burchakka yopishgan katetning shu burchak qarshidagi katetga nisbati, demak, hurmatli o'quvchilar, bu kosinusni sinusga nisbati degan. Bu degani katanginus alfa degan. Kosinus sinusga nisbati katanginusni beradi. Tushunyapsizlarmi? Chunki mana yopishganning qarshisi deyapsiz-ku, yopishgan degani kosinus, qarshi degani sinusni yuqorida yozib qo'yibman. To'g'ri? Demak, katanginus. Demak, mana katanginus alfada. Demak, katanginus alfa a taqsim b taqsim a degani nima degani ekan? Katanginus alfa degani ekan. Tushundingmi? Buni ta'rif bo'yicha yozadigan bo'lsam, quyidagicha bo'ladi. O'tkir burchakka yopishgan katetni qarshidagi katetga nisbati. Qarshisidagi katetga nisbati. Menimcha tushunarli bo'ldi. Shu so'z ishlatilsa shunaqa qilinadi. Tushundingmi? Marhamat doskaga ko'chirib olamiz. Bolalar, endi boshlaymiz. 5-bo'lim B holat. Biz hozir A holatida mana bu burchak bo'yicha gapirgan edik. O'tkir burchak qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbati dedik, to'g'rimi? Endi bizlarga bu burchak emas, mana bu burchak berilsa nima bo'ladi? Misol uchun beta burchak. Bu burchak bo'yicha ham gapirish muammo emas. Qarshi so'zini eshitsang sinus, yopishgan so'zini eshitsang kosinusni qo'yib ketaverasan. Tushuningmi? Diqqat ketdik. Qara. O'tkir burchak qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati, ya'ni B ning S ga nisbati, aynan men qaysi burchak haqida gapirayotgan bo'lsam, o'sha burchakning sinusini beradi. Mana ta'rifi ham shunday. O'tkir burchak qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati sinusni O deyapmiz. Qarshi so'zi bo'lgan uchun sinus deb O deyapmiz. Tushundingmi? Qo'ygan buni yozib chiqaman, bittalab ta'rif qilib. Demak, mana bu burchak bo'yicha gapiryapti. Demak, bu burchakka qarshi turibdi bu. Tushundingmi? Qarshisida turibdi. Shuncha shunaqa. Endi mana ikkinchi holatda mana uchun bolalar, o'tkir burchakka yopishgan katetmi mana bu? Mana aynan shu burchak bo'yicha gapirsak, yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati, ya'ni A ni S ga nisbati o'sha burchak kosinus bolalar. Beta burchak bo'yicha gapirayotganim uchun, aynan shu burchakni ishtabop gapirayotganligim uchun o'sha burchak haqidagi gap ketyapti va o'sha burchakning kosinusi keladi. Mana o'tkir burchakka yopishgan deb aytyapman. Mana burchakka yopishib turdi-da bu katet. Gipotenuzaga nisbati kosinus alfa deb qo'yiladi. Mana ta'rifi ham chiroyli qilib yozilgan bu yerda. Tushundingmi? Endi 3-holat. O'tkir burchak qarshisidagi katetning u burchakka yopishgan katetga nisbati, ya'ni B ning S ga nisbati qarshi deganligi uchun sinus, yopishgan degani uchun kosinus olinadi. Ha, o'zir. Bitaqsim. Ha, o'tkir burchak qarshidagi katetning yopishgan nisbati dedik, A bo'ladi, to'g'ri. Demak, o'sha burchakning nimasi bo'ladi? Tanginasi bo'ladi. Mana bu tanginus beta degani. Ya'ni umumiy holatda bitaqsim A ni tanginus beta desak bo'ladi bolalar. Tushundingmi? Ya'ni o'tkir burchak qarshidagining yopishganga nisbati mana. O'tkir burchak qarshisidagi katetning yopishgan. Qarshi degani sinusni, yopishgan degani kosinusga nisbati. Tanginusni beradi. Tushundingmi? Ana endi keyingi 4-holatda o'tkir burchakka yopishganning qarshisiga nisbati. Yopishganning qarshidagi katetga nisbati degani, yopishganning qarshidagi katetga nisbati. Yopishgan degani kosinus degani, qarshi degani sinus degani. Kosinus sinusga nisbatini ko'rsalaring, bu katanginus degani bo'ladi. Demak, A taqsim B nima degani ekan demak? Katanginus beta degani ekan. Mana ta'rifini ham yozib qo'yibmiz.
o'tkir burchakka yopishgan katetning qarshi katetga nisbati deganda katagimiz shuni ekanmiz. Trigonometrik ayniyatlar yozib qo'ying. O'zi ko'pchilik biladi-yu, yana yozib qo'yaman, qaranglar. Tangens degan tushuncha degani, agar masalan sinus kosinusga nisbatini aynan burchaklar bir xil holatda nisbat qilsak, tangens deb tushunasiz. Bu formula bu, yodlanish kerak bo'lgan tushuncha bu. Tushundiga? Yoki bo'lmasam katagins haqida gap ketadigan bo'lsa, katagins bo'lsa yuqorida kosinus, pastda sinus turishi kerak bo'ladi. Aynan agar mana burchak beta bo'lsa, mana beta bo'lib keladi. Tushundiga? Men misol uchun mana bu beta bo'lib kelyapti, aynan beta bo'lib qolyapti. Betami, mana beta bo'lib qolyapti. Bundan oldingi A holatda alfa edi, alfa bo'lib keldi. Hamma tushunda meni gapimga? Marhamat doskalarda chiroyli qilib ko'chirib olamiz. Bundan keyingi 5-bo'lim C holatida sizlarga sinus, kosinus, tangens, katagensda burchakdagi qiymatlarni yozib beraman. Faqat buni ikkinchi qism qilib tashlaymiz videorolikka. Chunki o'z ancha megabayt kattaroq ketadi. Uchun ikkinchi qismda o'shani ko'rsataman. Marhamat, hozir doskalarda ko'chirib olasiz.